Androidda yozadiganlar nimaga har doim xato yozadi, bilasizmi? Chunki Steve Jobs bitta texnologiyani patentlab olgan va boshqalarga bermagan. Qarang, so'nggi Androidda eski iPhone 4 ning ekraniga qaraganda ko'proq xato bo'ladi. Sabab bitta. 2007-yilda iPhonening birinchi prototipida bitta muammo bor edi. Jobsonni jinni qo'zg'atadigan muammo nima edi u? Klaviaturada norm yozib bo'lmas edi. Har safar qo'shni harfga tegib ketasan, xato yozasan. Jobson shunday dedi: "Yo shu matoqni tuzatasiz, yo iPhone bo'lmaydi." Va Cassis ismli bir mutaxassis xonasiga bir hafta qamalib oldi. Chiqqanida qo'limizdagi iPhone shuni ustida turardi. Nima qildi u? U bosishini dinamik hududini yasadi. Yozayotganda iPhone keyingi harfni oldindan bashorat qiladi. Ya'ni siz savol desiz, tizim keyingi harf M bo'lishini biladi. Endi eng qizig'i, tugma o'zi o'zgaradimi? Yo'q, ko'zga tugma o'zgarmaydi. Lekin uning sezgir zonasi bir necha pikselga kengaydi va qo'shni harflarni yopib qo'yadi. M ni bosolmay N'ga tegib ketsangiz ham tizim M deb oladi. Xo'p, unda Android nimaga buni qilmaydi? Shunchaki yasab qo'ysa bo'ldi-ku. Bo'lmaydi, chunki bu texnologiyani Jobs patentlab qo'ygan. Android tugmasi shunchaki tugma. Qayerni tegsangiz, o'sha yer bosiladi. Qo'shni harflarga tegib ketsangiz, xato yozilaveradi. Androidni maqtab yuradigan do'stingizga bu videoni tashlab qo'ying. iPhone olishini ayting.